Mana do'stlar. Telefon qilinglar, lakatni so'ranglar. Zotki buqalar ham bor. Xudo xolisa kelsa 2026-yil. Do'stlar bilan qotirib qo'yganimga qarang. Nimadandir maza qilyapti deb bilganlar yozib ketinglar. 2026-yil 27-aprel. O'sha Ilhomboy do'stimizning fermasiga kelganmiz. Bir kishiga yo'q, yigit kishiga 40 hunar kam deganda sut buzoq bor, sigir bor, o'najin bor. Endi men bilan boshlab olganiga nima ekan? Aka, salom alaykum. Salomatmisiz? Ertalabki video debdi alohida ko'rishuvdik. Bunga ham bitta ko'rishib qo'yamiz. Xudo xolisa aka, Avliko'lar? Avliko aka bular. Men ja'ani buqada aqlli emasman-ku, lekin sutli buzoqchada Amallisi aka. Xudo xolisa yosh oilasiga kelsa 6 oy 7 oy oralig'ida aka. Bo'ylari gazeta shu 1.15, 1.20 oralig'ida men o'lchab ko'rganim, taxminiy holatini aytyapman aka. Hammasi Rossiyadan kelgan привозной Avliko'lar aka. Hammasini orqalari, mana mana shu bitta orqalarini ko'rsatib qo'ying aka. 6-7 oylik variant. 6-7 oylik oralig'ida. Ke jonivor. Bir uchburchliklari yo'q-da, Ya, unaqasini o'zi yo'q. Qochdi, urbay. Urib ketishar qari. Ke. Bular ham qochadi hali zamon. Ana. Quloq berkalarida turibdi. Mana, Ru bilan Rossiya bilan turibdi. Bular uchalasi ham to'qola? Uchalasi ham, to'rttalasi ham to'qol. To'rttalasi ham to'qol. Bir-biriga yon yetkazolmaydi. Yeb ichari zo'r aka, sog'liqlari zo'r. Prifkalari qilib qo'yilgan. Xotir oladigan joyi yo'q. Hozir mana shu sohadagi endi to'g'ri yoz kelib ancha ketdi-yu. Ani bo'ldimi, bo'lmadimi anaqa? Yo, unisidan xabarim yo'q. Menga kelganda yo'q edi. Mendan oldin bo'lmagan bo'lsa. Sog'lom edi. Ha, sog'lom edi. Agar kasal bo'lganda anularni ichiga qo'shmasdingiz, hozir birga yuribdi-da hammasi, to'g'rimi? Shunaqa. Ana qarang, 50 ta odamni yugurtiryapti. Ana jonivor. Xo'p. 4 ta buqacha nima so'rayman yana? Yosh oyligini so'radim, kasalmasligini so'radim. Yeb ichari zo'r aka. 4 ta oyoq qo'li butun xudo xolisa. Qoni yaxshi. Ilhom aka mashlarni bittasi mana 4tasini bir joyga kimdir oldi bitta akamiz. Xo'p. Kuniga necha pul yeydi mashlar? Unaqa ko'p yemasa kerak aka. Men bilmayman, men unaqa taxmin aytib ko'ring. Bir 10 million yeydimi? Bir oyda. Yo'q, aka unaqa. Shuncha taxmin aytdim aka. Mana deylik. Kuniga yesa 35 ming so'm yer, 30 ming 35 ming so'm yer. 4tasi? Ha. Yo, bir donasi. Bir donasi 30 ming 35 ming oralig'ida yesa kerak. Endi katta mollar, katta sigirlar aka 60 ming so'm nariroq beroq yo'qotdi. Kimdirlar mashina bardiga somonni tertib ham bo'ladi aka. Liboy baloni yeydi bular. Bersa bo'ladi. Yeb icharida muammo yo'q. Ozgina boqib tursa, bir paytda kiloli dalada boqish bularga emas, a? Bo'ladi aka. Bo'radimi? Dalada ham yuradi. Sotsa bo'ladi, hamma narsa qilsa bo'ladi. Ana jonivorlar. Ketursa, mayli yurib ketursa. Ana jonivorlar. O'shani sizlarga sog'lommi deganlarga aka? Mana orqalarga qarang. Endi 3 minut maqtamiz. O'z 4 dona buqachamiz bor ekan. Shunaqa aka. Qizuv joyi nech pul deymiz, dastavkasini bonusiga qo'shib beramiz. Saidol aka, buni oldi qochdi gap gapirmaylik-da. 32 million 500 ming so'mdan 130 million so'm, ha? Qimmat bo'laganda bular ham. Okey. Kichkina tesmental bizoni ham solishtiramiz. Bu Rossiyadan kelgan. Lekin men aytmoqchi bo'lganim to'g'ri, hozir hazil aralash qilib aytdim-ku. Aka mashli 2 kilo qo'shadimi? Yemlash ko'tgan. Vaqt soatiga kelganda qo'shadi. Hozir emas. Hozir emas lekin aka. Lekin bular aka ani o'smirin deydi-yu odamda. Shunaqa paytda. Boqmani hammasi qimmat. Yosh mahali kiloga sotilmaydi jon aka. Aytib o'tib ketaylik, kiloga qo'yib ber, nech pul aylanadi. Buni aka palon-pul dokument bilan kirgan mollar o'zi bular. Shunaqa dokument, bitta dokument dokumentini o'zi qimmat, u bizga gapirishmasin. To'g'ri. 1 yarim so'm aytganda dumarasini sotamiz aka. To'g'ri. 32 million 500 ming so'mdan xayri bor. Shunaqancha bo'ladi. 130 million so'm bo'ladi. 130 million so'm pul bo'ladi aka. Ha, 65 tani. Ha, 65 ga jupa ikkitasi ana. Yashang aka. Dona bayiga tanlashsa, ozgina razilsa bo'ladi. O'rtada g'unajan lekin. Bozorga chiq deysizlarmi? Ani kuni qandoq edi o'sha smetanlar? Mana shu kichkinasida bormidi? 32 milliondan baraka bo'ldi ichida. Yo'q, bundan emas edi aka, bundan emas edi. Yo'q, bundoq bor edi ichida bitta. Eng oldisi shunday. Ha, oldi shundoq edi. Oldi shunday edi aka. Bundan kichkinalari bor edi. Bu yerda unaqa razmer. Qarang. Ana. Testosteroni to'lib ketgan. Bedini tuxumda boqyaptilarmi deyman. Yur. Ha, joni hisobiga. Yur. Mana uchalasi. Unajini sotmaymizmi hozir? Yo'q, unajini sotmaymiz aka. Unajini mol qilamiz. Lekin ostlari zo'r ekan-a? Ha.
yana ham kam ko'z joyi bo'lsa, aloqaga chiqishadi, xudo xolsa, kelishtirib chiroyli qilib beramiz, aka. Kelaverasizlar, ekranning nomeriga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, ishinglar bitta bug'unajim bu. Mana bu ular. Ana. Rangi yaqinligi yo'q, anaqa qilma, chalkashtirma. Ha, shumtakani qarang. Ha, joni hisobi. Sotilmaydi, buni onasi bor. Buni onasi bor, Ona bola sotilmaydi. sotamiz, aka, uni. Ha? Ona bola qilib sotamiz. Ha, onasi bor uni. Mana do'stlar. Telefon qilinglar, lokatsiya so'ranglar. Zotki buqalar ham bor. Xudo xolasa kelsa, ana nima deydi, 1 dan 10 gacha narsa bor, aka. Ishligi bitkazib chiqarib yuboramiz. Eng oliy sortlari. Shunaqa. Eng muhimi shu. Ishligi bitib chiqib ketadi, xudo xolasa. Zo'r aka. Ketkizgan vaqtinglar rozi bo'linglar do'stlar, videoni jo'natib qo'yinglar. Bunaqa pulga so'yiladigan buqa beradi, yana nimadir beradi, bilamiz, beraveradi. Lekin do'stimiz aytgandek, chegaradan kirayotganda har bitta molga to'lanadigan boj bor. Ana o'sha boj hisobiga narx oshib ketyapti. Iloji yo'q. Bunga chidasangiz yashaysiz, chidamasangiz ayiqqa yem bo'lasiz. Lekin aka, yedirsa ichirsa kam bo'ladigan narsalar emas, xudo xolasa. Ha, buqa molda hali hech kim ziyon qilib orqaga ketmagan. Faqat shu gap. Pulingiz to'g'ri bo'lib, sababini qilsangiz bo'ldi. Shunaqa aka. Film tugadi do'stlar.